Assalomu alaykum Pul arzoni kanali obunachilari. Bugun mana yana navbatdagi mashinalarimizni Andijon shahridan sotuvga qo'yapmiz. Hozir sizlarga qisqacha qilib mashinalarni holatini tanishtirib o'tib ketaman. Va birinchi mashinamiz Jetower X70 Plus mashinasi 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari toza. Yurgan masofasi 70.000 kilometr. Propan gazlari o'rnatilgan mashinaga. Mashinaning holati ideal holatda, mana hech qanaqa kam-ko'si yo'q. 2022 70.000 kilometr yurgan propan gazli mashinamizni 19.200 ga beramiz. Keyingisi 2023-yilda ishlab chiqarilgan, bu ham Jetower X70 Plus mashinasi. Bu mashinamiz ham kraskasi toza, hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q. Yurgan masofasi 64.000 kilometr. Mana holatlari, salon holatlari. Bu mashinamizda ham propan gaz ustanovka qilingan. Buni ham holati ideal holatda, hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q. Bu mashinamizni 19.900 ga beramiz, xudo xolasa. Kimga oqi, kimgadir qorasi kerak bo'lsa. Va navbatdagi mashinamiz Fengon 508 Dongfeng kompaniyasidan. Bu mashinamiz gibrid mashina, 1200 kilometr tokda benzinda yuradi. Yurgan masofasi 46.000 kilometr. Bu mashinamizni qo'shimcha propan gaz ham ustanovka qilingan, ham tokda, ham benzinda, ham propan gazda harakatlanadi. Mana ko'rishingiz mumkin, propan gazni mana orqasiga joylagan 7 o'rinli mashina. Bular ham hozir ko'rsatganlarim ham 7 o'rinli. Bu mashinamiz 2023-yil 46.000 yurgan mashina. Xo'p, narxini 18.500 ga beramiz. Bu mashinamizni mana shu benzin bakini tagida shu yerda petnochasi bor. Boshqa hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q. Narxi 18.500 $. Keyingi mashinamiz Dashing 1.6 eng full pozitsiyasi, Redline deydi buni. Mana qizil chiziqlari bor. 2023-yil 47.000 kilometr yurgan. Bu mashinamiz mana Face ID'larigacha bor. Toza kraskasi, oq salon, hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q. Bu mashinamizni 21.500 ga baraka qilib beramiz. Keyingi mashinamiz Jetower X70 Plus'ni luxury pozitsiyasi. Bu mashinamiz 2023-yil 41.000 kilometr yurgan. Eng full pozitsiya bu. Mana salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Mana panorama, lyuk, 7 kishilik, hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q. 41.000 kilometr yurgan toza mashina. Narxi 22.500. Xo'p, keyingi mashinamiz Chery 7 Pro 2024-yil. Mana salon holatlari, yangi ipskasi, restylingi bu. 24-yil. 31.000 kilometr yurgan. Bu mashinamiz benzinda, 5 kishilik. Kraskalari toza, hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q. Narxini 21.500 qo'ydik bu mashinani. Keyingisi Jetower X70 ni o'zi 63.000 kilometr yurgan, kraskalari toza, paroglar qo'yilgan, bularda ham bor. Hammasida deyarli parog bor ekan. Propan gazi bor bu mashinamizni. Hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q, 7 kishilik. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. 7 kishilik. Kraskasi toza, hech qanaqa aybi yo'q. Mana narxini $16.000 ga beramiz bu mashinamizni. $16.000 ga baraka qilib beramiz. Jetower X70. Hech qanaqa aybi yo'q, tiniq mashina, 7 kishilik. Keyingisi mana havalimiz bor, 25-yil 6.000 kilometr yurgan bu mashinamizni 26.500 ga baraka qilib beramiz. Eng full pozitsiyasi. Salon holatlarini ham ko'rsatib qo'yay. Mana salon holatlari. Eng full paket. 25-yil yangi mashina bu ham.
Keyingisi 90 plus 23-yil 30 ming yurgan 22 mingga beramiz. Keyingisi Dashing 1.6'si oq salon bu ham. Saloni oq. Eng fulli 21.900 dollarga beramiz. Keyingisi 7 Pro'da 2023-yil versiyasi. Propan gazi bor, 36 ming yurgan. 19.900 ga beramiz bu mashinani. Xullas sotuvda Andijon shahrida mana shu mashinalarimiz bor. Kimda kim qiziqish bildirsa bu mashinalarga telefon nomerlari 91 kod bilan 485 51 55 raqamlariga bemalol aloqaga chiqasizlar. Mashinalarimiz aeroport bu tomonda mana aeroportdan kelishda Chermet ko'cha deydi, shu ko'chada yo'lni bo'yida turadi. Xudo xolasa kelishtirib beramiz. Mashinalarda barter variant barterlar ham bor. Qanaqadir bir mashinalar bo'ladigan bo'lsa bemalol kelishib ustiga pul berib olib qolaveramiz. 99 lik yana bitta telefonimiz 902 51 55 raqamlariga murojaat qilaverasizlar.